오피스 로맨스 레시피 The Love Triangle. Bu ajoyib kitob. Bizga esa xilli olamni ko'rsatadi va ajoyib reseptlarni ko'rsatadi. Dunyodagi eng yaxshi qaldirg'och uyasi o'sha yerda. Indoneziyada biz ko'proq yashashimiz mumkin. Ko'p yashashning siri ana shunda. Çok siz judayam ko'p narsani bilar ekansiz. Siz judayam ajoyib yigit ekansiz. Men sizning mahoratingizga qoyil qoldim. Siz eng zo'risiz. Judayam zo'r. Katta rahmat. Rani, bu qilayotgan ishlaringiz yaxshi emas. Salomatlik va go'zallik uchun yaxshi emas. Yo'q, bu judayam ajoyib. Quvvat beradi va beautiful judayam zo'r. Tarkibi ham ajoyib. Bu tanaga judayam yordam beradi. Ha, bunga arziydi. Siz ajoyibsiz. Bilaman, ish muhim, lekin vaqt ham ajratib turish kerak. Bu tekin, lekin sotib bo'lmaydi. Nega bir vaqtning o'zida tugatmaysiz? Menda har doim odamlar uchun vaqt topiladi. Har doim va doimo. Rani, ikkinchi qism tugadi. Serial Multimedia Net tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berish jarayoni va jonli ishtirok etishda bizni kuzatishda davom eting.